Bu yil Misr tajribasi asosida Kitob tumanda 5 gektardan 100 tonna super elita kartoshka urug'i olindi. Ushbu davlatdagi elchimiz Qilichev agar hokimlar kartoshka urug'chiligi uchun mos keladigan yer va mahalliy hamkorlar belgilab bersa, Misrlik investorlar buni 1000 gektarga yetkazishini aytayapti. Misrning Daltex korporatsiyasi tuproqqal'ada 2000 gektar cho'lni foydalanishga kiritish va pivot usullarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish taklifini bergan. Yunusov, Rahimov, Qilichev 2 oyda ushbu loyihani boshlasin. Misrning yana bir yirik kompaniyasi gepatit C virusiga qarshi dori vositalarini O'zbekistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish tashabbusini bildirgan. Abdulla Azizov, Mansur Qilichev 1 oyda ushbu kompaniyani O'zbekistonga olib kelib, Toshkent Farm Park hududida ushbu loyihani boshlash bo'yicha javobgar va mas'ul bo'ladi. Umuman yangi eksport yo'nalishlari sifatida 50 dan ortiq davlatlarga ega, iqtisodiyoti 3 trillion dollarga teng bo'lgan Afrika qit'asi bilan savdo iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishimiz vaqt soati keldi deb o'ylayman. Buning uchun Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Madrahimov, Usmanov, investitsiya vaziri o'rinbosari Gulyamov, Misr va Qatardagi elchilar Qilichev, Xadjayev Afrika mintaqasiga mas'ul bo'ladi.